Salom aziz obunachilar. Bitta o'zim 2 oy mobaynida qilgan ishlarimni bir natijasini ko'rib qo'yasizlarmi? Nimalar? Aziz obunachilar, bu joyda ko'ryapsizlar, u devorda o'rnida turibdi. Shunaqasiga polniy uy bor edi mana. Tandir o'choq, hammom hammasini buzib tashlab, mana ichiga turpoq zaspga qilganmiz. Mana oldi bu dizayn ko'rinishlari shunaqa figura pasonlar bo'ladi. Общий bu yerda 6 xona uy, bitta zali bilan bor. Bu joy spalniy xonadan kiradigan saunzel, spalniy mehmonxona, bitta katta hol. Bu yerdan lestnitsaga o'tish xoti, bitta eshik qo'yamiz, orqaga o'tib ketadigan xot bo'ladi va oshxona, bitta detskiy, bitta spalniy, bitta mehmonxona bor. Общий betonimiz ko'ryapsizlar, podloja 80 ga qirib qo'yganmiz. Tepasiga 1.10, 1.20 beton quyib chiqqanman. Bu joyimiz aylanasi 120 metr joyga o'rnib qo'yildi aziz qadrdonlar. Razmerlarimiz 18 ga 12,5 metr joyga joylashdi. Bu yerga ketgan rasxodlarimiz, sementimiz 700 so'mdan oldik, 27 tonna sement. 5 ta hovada shag'al ketdi. Shag'alimizni 1 million 700 mingdan to'ktirdik. Va armaturamiz 25 million so'mlik, har xil 12lik, 16lik qilib armatura ishlatganmiz. Ishlarga yoqsa like bosib obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar.